Agar ichimizda shu aldanganlar, narsasini o'g'irlatganlar bo'lsa, xursand bo'ling. Qiyomatda va innal zolimina humul muflihuna yawmal qiyomatda Rasululloh alayhisolatu vasallam mazlumlar, ya'ni o'sha karta yeganlar, aldanganlar, tushib qolganlar hech ham diqqat bo'lmang, hech ham xafa bo'lmang. Telefoningizni o'g'irlatib qo'ydingizmi? Hayriyat, qiyomatda bitta savob keladigan joyi topildi deb turing. Bu dunyoda o'sha firibgar, o'sha shustri deymizmi, shustri gapga usta, ishga usta, xo'p u yutdi deb o'ylaysan. Xo'p siz telefoningizni o'g'irlab ketdi yo cho'ntagingizdagi pulni aldab olib ketdi. Kim yutadi? Alal oqibat kim yutadi? Shu mazlum yutadi, aldangan yutadi. Oxiratda shu yutadi. Oxiratda mana shu yutadi. Telefoningiz o'g'irlanganmi? Diqqat bo'lmang. O'g'irlatib qo'ying. Pulingizni qaytadan tushirib qo'yib o'g'irlatib qo'yingizmi? Kimgadir qarz berib ololmayapsizmi? Diqqat bo'lmang. To'g'ri, diqqat bo'lasiz, pul tezroq kelmayotganiga. Lekin har bir shu pulingizni ololmayotgan kuningizga sizga ajr yozilyapti, sizga savob yozilyapti. U cho'zayotganga gunoh yoziladi.